Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Jimat darslarimizni davom ettiramiz. 6-dars problem solving masalalari. Xo'p. Material boshida ushbu darsda ishlangan misollardagi yangi so'zlar keltirilgan. Xo'p, bu so'zlarni yozib olib, iloji boricha yodlaymiz. E'tibor qilamiz ustozlar. Misollarimizda juda ko'p so'zlardan foydalanyapmiz. Oldingi darslarda berilgan yangi so'zlarni mana bu yerda keltirmayapman. Shuning uchun bu so'zlarni yodlab olish muhim. Xo'p, bu lug'atlarimiz demak. Misollarimizni ko'rib chiqamiz. Keyin ustozlar e'tibor bersalaringiz, misollarni birinchi tashlab, materialni avvalroq tashlayapman, ya'ni o'sha savollarni lug'atga qarab tarjima qilib ishlab ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Birinchi savolimiz tarjimasiga qaraymiz. In the figure shown above. Shu so'zni juda ko'p misollarda ishlatyapmiz, geometrik misollarda. Yuqorida ko'rsatilgan shaklda, bu da. Yuqorida ko'rsatilgan shaklda line segment degani line degani chiziq, segment o'sha bo'lagi, chiziq bo'lagi, ya'ni biz o'zimiz tarjimada kesma deb ishlatsak ham bo'ladi. Kesma. Xo'p. Square kesma, has length degani uzunligi. Uzunligi bor degan ma'noda kelyapti. Square kesma uzunligi 12. Xo'p. Square kesmaning uzunligi 12. Xo'sh. And the rectangle MP equity is square. Demak, square bu kvadrat, MP equity bu kvadrat deyapti. Ya'ni mana bu x bo'ladigan bo'lsa, bu ham x. Xo'p. If the area of rectangular region MPRC is 540. Agar to'g'ri to'rtburchakli hudud, maydon MPRC to'g'ri to'rtburchak maydonning yuzi 540 bo'lsa, demak, mana bu shaklning yuzi 540 bo'lsa, what is the area of rectangular region TQRC? Mana bu maydonni yuzini so'rayapti. Xo'p. Demak, yozamiz. X ko'paytirilgan x plus 12 teng 540. Bizga aytayapti mana, agar MPRC to'g'ri to'rtburchakli maydonning yuzi 540 bo'lsa deyapti. Shuni yozib oldik mana. X1 topdik 18, X2 ni hisoblab o'tirmaymiz. Manfiy chiqadi. Uzunlik manfiy emas. Demak, mana bu X tomonimiz 18 ekan. Bu tomoni 18, bu yoq 12, bu yoq 18, shu tartibda ekan. Xo'p, bizdan nima so'ralyapti? TQRC to'g'ri to'rtburchak maydonning yuzi. Mana buning yuzi, demak, S teng 18. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, 2 6 6 3. 6 ning kubi 216. Bu variant bo'lar ekan. Ikkinchi savolimizga o'tamiz. Xo'p, bu yerda shartda yangi so'z ishlatyapmiz. Yangi so'zimiz birinchisi mana bu so'z. Ikkita son, number bu son. Ikkita sonlarning differ by 2, ya'ni differ by 2 degani farqi 2 ga teng degani.
Xo'p, x va y ikkita son bor ekan. Ularning farqi 2 ga teng deyapti. And sum to s. Yig'indisi s ga. Yig'indisi s ga. Yig'indisi s ga. Xo'p. Which of the following quyidagilardan qaysi biri is the greater of numbers in terms of s? Mana bu so'zni eslab qolasizlar. In terms of s, in terms of n. Shunaqa so'zlar juda ko'p keladi. S ga bog'liq tarzda degani. S ga bog'liq tarzda. Xo'p, greater degani kattasi. Greater bu so'zni ham ishlatdik ko'p misollarda. Kattasi. Xo'p. Kattasi deyapti. Nimani kattasi? Of the numbers. Numberlarning, sonlarning kattasi s ga bog'liq holda nimaga teng? Mana bular qaysi deyapti. Demak, katta sonni topish kerak. Bizning holatimizda katta son x. Xo'p, x topishimiz kerak ekan. Sistemada bitta qo'shib yuborsak, bu bizga D variant. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, geometriyaga doir savol. Shu yerda bitta narsaga e'tibor berishlaringiz kerak, ustozlar. Mana savol shakli ham o'zi ancha tarjimaga yordam beradi. Xo'p, the figure shown ko'rsatilgan shaklda above degani yuqorida. Yuqorida ko'rsatilgan shakl consist degani o'z ichiga olgan, tashkil topgan. Bu so'zni ham ko'p ishlatyapmiz, e'tibor berasizlar. Tashkil topgan degani. Three identical circles. Identical degani bir xil. Bu yangi so'z, ko'p ishlatiladi bu ham. Bir xil yoki o'xshash. Bir xil tarjimasi ko'proq ishlatiladi. Identical circles. Bir xil aylanalar. Three identical circles. 3 ta bir xil aylana. Demak, yuqorida ko'rsatilgan shakl 3 ta bir xil aylanadan tashkil topgan. Xo'p. That are tangent to each other. Demak, each other degani each other. Bir-biriga degani. Bir-biriga deb tarjima qilinadi. Tangent so'zini birinchi ishlatishimiz tangent urinadigan, urinadi deb. Ya'ni tangens so'ziga o'xshab ketadi. O'sha tangens ham urinishni bildiradi. Tangent so'zi urinadigan. Demak, umumiy tarjimani keltirib chiqarsak, yuqorida ko'rsatilgan shakl bir-biriga urinadigan 3 ta bir xil aylanadan tashkil topgan. Xo'p, if the area of the shaded, demak, agar shaded region degani soyali hudud deb tarjima qilinadi. Shaded so'zi soyali degani, bu bizga o'sha shtrixlangan yuza degan ma'no. Agar shtrixlangan yuza 64,32pi bo'lsa, what is the radius of each circle? Har bir aylananing radiusi nimaga teng? Tarjimasi tushunarli bo'lsa, xo'p, buni ishlab qo'yamiz. Bu yerda xo'p, mana bu yarimgacha r bo'lsa, bu yarim ham r. Demak, uchburchakning tomonlari 2r dan bo'lyapti. Muntazam uchburchak. Xo'p, burchaklarimiz 60 gradusdan bo'ladi. Xo'p, tomonlari 2r bo'lgan muntazam uchburchakning yuzini hisoblasak, muntazam uchburchak yuzi mana bu formuladan hisoblanardi. Ilzosi 3 taqsim 4 a kvadrat. Shundan hisoblasak, ilzosi 3 taqsim 4, xo'p, 4r kvadrat. Hozir uchburchagimizning yuzi mana shunga teng ekan. Endi biz o'sha uchburchakdan mana bu sektordan 3 tasini ayirib tashlashimiz kerak. Sektor yuzi s teng mana shu formuladan hisoblanardi. Demak, pr kvadrat 360 60. Xo'p. Bu bitta sektorimizning yuzi. Biz demak ilzosi 3r kvadratdan ayirib tashlasak,
3'ta mana bu sektorni yuzini. Bu bizga bo'lishi kerak. 64 ilzosti 3 minus 32 pi. Xo'p, bu yerga r kvadratlarni qavsdan chiqaramiz. Birinchi o'rinda bular qisqaradi. Mahraj berib r kvadratlarni qavsdan chiqaradigan bo'lsak, r kvadrat taqsim 2. Xo'p, 2 ilzosti 3 minus pi. Xo'p. Avtosahranение funksiyasi ishlayapti. Shuni hisobiga ozgina texnik muammo bo'layapti. E'tibor bersanglar, ustozlar, mana bu misolni tarjimasini chiqarishda o'sha berilgan shakl ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa geometriyada, o'sha koordinatalar tekisligiga doir misollarda mana bu berilgan chizma ham misolni tarjimasida anchagina katta ahamiyatga ega. Ya'ni o'sha tarjimani 100% chiqara olmagan holatimizda ham shaklga qarab turib ham o'sha so'zlarni bir-biriga bog'lab ketishimiz mumkin. Xo'p. Misol yechimini oxiriga yetkazib qo'yamiz. Bu yoqda pi qoladi. Teng bu yoqdan demak 32 ni chiqaradigan bo'lsak 2 ilzosti 3 minus pi qoladi. Xo'p, bu ifodalar qisqarib ketsa r kvadrat teng 64, r teng 8 bo'lar ekan. Mana shu masala men o'zim ko'rgan jimat savollaricha geometriyaga doir eng qiyin masala deb o'ylayman. Lekin tarjimasini bilsak, o'zimiz uchun unchalik ham murakkab masala hisoblanmaydi. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, tarjimasiga qaraymiz ustozlar. In numerical table. Numerical table degani sonli jadval. Sonli jadval. Sonli jadvalda with 10 rows, ya'ni 10 ta qator va 10 ta ustun. 10 ta qator, 10 ta ustuni bor sonli jadval berilgan deyapti. Shu oddiy jadval. Demak 10 ta shunday qator va 10 ta ustun deyapti. Shunaqa jadval. 10 jadval. Xo'p. Agar uzr, mana bu qator qolib ketdi. Each entry is either 9 or 10. Demak, mana bu so'z birga tarjima qilinadi. Yo 9 yo 10 degani. Each degani har biri. Entry degani to'ldirilgan, kiritilgan degani. Demak, bu yerga kataklarga har biriga yo 9 yo 10 sonlari kiritilgan. Hech bir bo'sh kata yo'q demoqchi. Yoki 9 yoki 10 yozilgan ichiga. Xo'p, aytayapti. Agar number of nines, ya'ni 9larning soni nth row. Xo'p, aytayapti. N'inchi qatordagi 9lar soni deyapti. Bu qayerda aytayapti? Mana bu yerda aytayapti. F the numbers of n'inchi qatordagi 9lar soni is so'zigacha keldik. Xo'sh. n minus bitta deyapti. n minus bitta. For each n from 1. Har bir for each degani birdan 10 gacha har bir n'lar uchun. Xo'p, tarjimani chiqaramiz. Birdan 10 gacha har bir n'lar uchun n'inchi qatorda n minus bitta 9 yozilgan. Masalan, birinchi qator uchun n 1 bo'ladi-da bizda. N 1 bo'ladi. Demak, ana shu qatordagi 9lar soni n minus bitta. 0 ta ekan. Bu qatorda 0 ta 9 bor ekan. Ya'ni bu qator hamma katachalarga 10 yozilgan ekan. Xo'p. Ikkinchi qatorga o'tadigan bo'lsak, n teng 2 bo'ladi mana. From 1 to 10. Demak, n 1 bo'ldi.
endi n 2 bo'lyapti ikkinchi qatorga. Ikkinchi qatorimizga n minus bitta 9 bor. Ya'ni qayerdadir bitta 9 bor. Mana 9, qolganlari 10 10. Xo'p, uchinchi qatorimizga o'tsak, uchinchi qatorimizda n minus bitta. Ya'ni ikkita 9 bor. Qolganlari 10. Xuddi shu tartibda jadval to'ldirilgan ekan. Qolganlarida 10. Ana shu yerdagi deyapti, what is the average arithmetic mean? Mana shu so'zni juda ko'p ishlatyapmiz. Arithmetic, o'rta arifmetik qiymat of all numbers in the table. In the table degani jadvaldagi. All the numbers hamma sonlar. Jadvaldagi hamma sonlarning o'rta arifmetik qiymatini so'rayapti. Xo'p, jadvalimizda jami nechta 9 bor? Shuni qo'ysak, birinchi qatorda 0 ta 9 bor, ikkinchi qatorda bitta, uchinchi qatorda 2 ta, to'rtinchi qatorda 5-chi qator, 6-chi qator, 7-chi qator, 7-chi qator. Demak, 10-chi qatorimizda 9 ta 9 yozilgan bo'ladi. Xo'p, 9larimiz soni jami 45 ta ekan. Endi katagimiz 10 ga 10 bo'lgani uchun yerda 100 ta son yozilgan. 100 ta son. O'sha 45 tasi 9 bo'lgandan keyin qolgan 55 ta kataychaga bizga 10 yozilgan. Endi aytayaptiki, jadvaldagi hamma sonlarning o'rta arifmetikini so'rayapti. Xo'p, o'rta arifmetik topish uchun yig'indisini soniga bo'lamiz. Yig'indisi 9 lar 45 ta plus 10 lar 55 ta. Taqsim jami sonlarimiz 100 ta. Xo'p, suratni hisoblaydigan bo'lsak, 9 kara 45 bizga xo'p 405 plus 550 bo'lingan 100. Demak, jami sonlarni o'rta arifmetiki 9,55 ekan. Ustozlar, masalan, mana shu misolni tarjimasi kim uchundir sal qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun tarjima jarayonida o'sha mana bu materialni yozib olib yoki qog'ozga chiqarib olib, videoni pauza qilib, shoshmay tarjimani yozib olish kerak mana bu yangi qatorga. Masalan, hozir men murakkab joyini o'zim uchun yozib oldim. Ana shunday qilib tarjimani yozib olib, keyin ishlasak ham bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. A positive integer n musbat butun son is a perfect number provided. Perfect number, ya'ni perfect number biz bilamiz, perfect degani eng zo'r, xo'p. Eng zo'r mukammal degani. Xo'p, mukammal son provided bo'ladi, hisoblanadi. Xo'p, qachonki yig'indisi barcha butun bo'luvchilari n ning n o'z ichiga oladi 1 va n is equal to 2n. Demak, aytmoqchiki, n musbat butun son mukammal son deyiladi qachonki xo'p 1 va n ni o'z ichiga olgan n ning musbat bo'luvchilari yig'indisi, hammasini yig'indisi 2n ga teng bo'lsa. Masalan, 6 ni biz mukammal son deymiz. Nega? Chunki 6 ni bo'luvchilari 1, 2, 3 plus 6 12, ya'ni 2 kara 6 degan 2n. Bu yerda shunday ta'rif berilyapti. n musbat butun son mukammal son hisoblanadi, bo'ladi qachonki xo'sh 1 va n birgalikda o'z ichiga olib, n ning musbat bo'luvchilari hammasi yig'indisi hisoblansa, mana bunga o'xshab hisoblansa, 2n ga teng bo'lsa, mukammal son bo'ladi deb, ya'ni ta'rifda ozgina murakkab qilib, misolni chalg'ituvchi qilib beryapti. E'tibor bersanglar, hozir ancha ta'rif mana shuncha gap misol jarayonida ishlatilmaydi.
What is the sum of reciprocals? Sum of reciprocals degani shunaqa narsaki, masalan 2, 3, 6 uchta sonni o'sha sum of reciprocals deb hisoblasa, mana shusini toping, mana shu uchta sonni desa, sum of reciprocals bu o'sha mana bu teskari tartibda yozilgani. Xo'p, uzr ustozlar, yana o'sha avtosahranение bo'lyapti. Sum of reciprocals degani teskari tartibdagi yig'indisi ekan. Demak, 1/2 qo'shilgan 1/3 qo'shilgan 1/6. 3-4ta misollarda shu sum of reciprocals so'zi ishlatilyapti. Xo'p, tarjimani oxiriga chiqib qo'yamiz. What is the sum of reciprocals of all positive factors? Barcha musbat bo'luvchilari. Perfect number 28. 28 mukammal sonning barcha musbat bo'luvchilari teskari yig'indisini toping. Teskari yig'indisi nimaga teng deyapti. Mana bu o'sha mukammal son qoidasi, bu 2n ga teng bo'lishi deyarli ishlatilmayapti. Bu yerda faqat 28 perfect number deyapti. Ya'ni 28 o'sha mukammal son deb ketyapti. Xo'p. Hozir demak 28 ning positive factors, musbat bo'luvchilarini teskari yig'indisini hisoblashimiz kerak. Teskari yig'indisini. Endi bo'luvchilar tarkibiga o'sha 1 bilan 28 ni ham o'zini ham qo'shamiz. Xo'p, chunki ta'rif shunga bizni to'g'rilab qo'ydi. Including 1 and n. 1 va o'sha o'zini ham deb olinglar deb ketyapti. Xo'p. Demak, 28 ni bo'luvchilarini yozib oladigan bo'lsak, 1, 2, 4 ga bo'linadi. Xo'p. 7 ga bo'linadi, 14 ga va 28 ga. Mana shu narsa uchun sum of reciprocals hisoblaymiz hozir. Sum of reciprocals bitta bir bo'lib tarjima qilinadi. Teskari tartibdagi yig'indisi. Demak, 1/1 plus 1/2, 1/4, 1/7. Xo'p, umumiy maxraj beradigan bo'lsak, 28, 14, 7, 4, 2, 1. Suratini hisoblaydigan bo'lsak, demak, mana bu surat yig'indisi 28, 14, 7, 4, 2, 1 bular yig'indisi bizga xo'sh, adashmasam 56 ga teng chiqadi. 56/28. Bu 2 ga teng. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz. Bu yerda demak, tarjimasida bitta yangi so'z ishlatilyapti. Infinite so'zi cheksiz. Bu so'z ham ko'p ishlatiladi. Sequence so'zini juda ko'p ishlatyapmiz. Ketma-ketlik. Xo'sh, A1, A2, AN va hokazo cheksiz ketma-ketlik berilgan. Such that degani mana shu shaklda, ya'ni A1 2, A2 3 bo'lar ekan, mana shu va AN teng AN - 4. For n katta 4. N 4 dan katta n lar uchun mana bu shaklda topiladigan va dastlabki 4 tasi mana bularga teng bo'lgan mana shakldagi A1, A2, AN cheksiz ketma-ketlik berilgan. Xo'p. What is the sum of the first 97 terms? 97 terms. 97 terms degani 97 ta hadi deb tarjima qilamiz. Terms so'zini so'zmasi tarjima qilsak had deb tarjima qilinmaydi. Xo'p, bizda terms so'zi juda ko'p ishlatilyapti. Mana shu shaklda 97 terms, demak 97 ta hadi. Of the sequence. Ketma-ketlikning 97 ta hadi. Dastlabki first degani birinchi, dastlabki degani. Dastlabki 97 ta hadi yig'indisi nimaga teng deyapti. Xo'p, endi bu ketma-ketlik hadlarni ozgina yozib olsak, A1imiz 2 ga teng ekan. A2imiz -3 ga teng ekan.
A3'imiz 5 ga teng, A4'imiz -1 ga teng. Xo'p, endi A5 ga o'taydigan bo'lsak, A5 mana bu formulasiga ko'ra, mana shunga ko'ra A5 teng bo'lib qolar ekan A1 ga. Yana A5 ni yozmoqchi bo'lsam, A5 im yana 2 bo'lar ekan. A6 ni yozsam, A6 teng bo'lib qolar ekan A2 ga. Mana n ni joyiga 6 qo'ysam, A2 ga. Demak, A6'miz -3 bo'lib qolar ekan. A7'miz 5, A8'imiz -1. Xo'p, endi A9 ga o'tsam, A9, bu yerga 9 qo'yadigan bo'lsam, A9 teng A5. Ya'ni A5'imiz mana bu edi. A9'imiz ham yana 2 bo'lib qolar ekan. Yana -3 keyingisi 5, -1. Ana shu shaklda 4 ta son, mana bu dastlabki 4 ta son qaytarilib ketilaverar ekan, qator-qator bo'lib, ketma-ket bo'lib, takrorlanib ketilaverar ekan. Xo'p, bizaga hadlarimiz soni 97 ta. 97 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, nega 4 ga bo'lyapman? Chunki har 4 tada takrorlanib yozilib ketyapti. 4 ga bo'ladigan bo'lsam, yigirma to'rt ta mana shunaqa qator qaytarilar ekan. 24 ta. 2, -3, 5, -1. Xo'p, mana shu yerda hozir mana bu hadimiz bizaga A96-xat bo'lib qolar ekan. Endi 97-xatimiz mana bu yerga to'g'ri keladi. 97-xatimiz 2 bo'lib qolar ekan. Endi bizaga ana shu 97 ta xatning yig'indisi kerak. Yig'indisi. Bitta qatorda yig'indisini hisoblamoqchi bo'lsak, 2 -3. Demak, -1 +5 qilsak, hammasini qo'shib chiqsak, xo'p, bitta qatorimizda yig'indisi bizga 3 bo'lyapti. Bitta qatorimiz summasi 3 bo'lyapti. Xo'p, ana shunaqa qatorlardan demak nechta? 24 ta. 3 kere 24. Bu demak 72 va oxiri 97-xatimiz bor bizga 2, demak 72 ga 2 ni qo'shsak 74. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. 10-savolimizga. Bu yerda ham demak ketma-ketlik, the sequence ketma-ketlik. Is such that so'zi yana mana bu yerda ham kelyapti. Mana bu shakldagi ketma-ketlik deb o'zbekcha misollarda ishlatamizki, mana bu shakldagi ifoda deb ishlatamiz demak. Mana shu shakldagi ketma-ketlik demoqchi. Mana shu shakldagi abraykayn ketma-ketlik barcha musbat butun n katta yoki teng 2lar uchun va ma'lum x son va n katta yoki teng 2 musbat butun sonlar uchun mana shu shakldagi ketma-ketlik berilgan. Xo'p, ketma-ketligimiz shakli qanaqa ekan? n teng 2 darajasi n -1 minus x. Demak, bizga aytayapti n katta yoki teng 2 va x biror son deyapti. Certain number, ma'lum bir son. Agar A5 99, xo'p, A5 99, A3 27 bo'lsa, what is the value of x teng so'ra. Ustozlar, mana shu joyda videoni ko'rishda yonlaringizda daftar bo'lsa, bitta tarjimani to'liq aytganimdan keyin pauza qilib turib ishlab ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Xo'p, tarjimani to'liq aytaman. Ma'lum bir x soni va n katta yoki teng 2 musbat sonlar uchun mana shu shakldagi ketma-ketlik berilgan. Agar A5 99 va A3 27 bo'lsa, x ning qiymati nimaga teng? Xo'p, demak bizga A5 bo'ladigan bo'lsa, A5 teng bo'lar ekan 2 ta A4 minus x bo'lar ekan. Endi A4 bizda shartda berilmagan, shuning uchun A4 uchun qo'llasak mana bu ifodani, A4
teng bo'lar ekan 2 A3 minus x ga. Demak, mana shundan ketma-ket olib kelib bog'lasak bo'lar ekan. Demak, A5imiz teng bo'lar ekan. Xo'p, 4 A3 minus 2x minus x. Xo'p, nima qilyapmiz? A4 ni joyiga mana bu ifodani olib kelib qo'yapmiz mana. Xo'p, demak, A5 teng bo'lar ekan 4 A3 minus 3x. Bu yerdan o'rniga qiymatlarini qo'yib hisoblasak ham bo'ladi. 99 teng bo'lar ekan 4 kara 27. Xo'p, 4 kara 27 bizaga 80 va 108 adashmasam. Minus 3x. Xo'p, 3x teng 9, x teng 3. Ma'lum x sonimiz 3 ga teng bo'lyapti. Xo'p, keyingi misolimizga o'tamiz. Keyingi misolimiz tarjimasiga e'tibor qilamiz ustozlar. A window is in the shape of regular hexagon. Bu yerda bir nechta yangi so'zlar ishlatilyapti. Hexagon so'zini tarjimada berdim, oltiburchak. Regular so'zi juda ko'p ishlatiladi. Regular to'g'rilangan, ya'ni muntazam degan ma'noda keladi. Tarjimasi muntazam. Muntazam oltiburchak shaklidagi oyna deyapti. Window oyna. The shape in the shape degani shaklida. Demak, each side degani har bir tomoni length 80 cm, 80 cm uzunlikdagi deyapti. Demak, har bir tomoni 80 cm dan bo'lgan muntazam oltiburchak shaklidagi oyna bor. Muntazam oltiburchak shaklidagi oyna bor. Har bir tomoni 80 cm dan. Xo'p. Mana shunday. Aytayapti, if agar mana bu so'zni birgalikda tarjima qilamiz. Diagonal through bu bo'ylab degani, bo'ylab. The center degani markazdan of the hexagon, hexagonning. Demak, hexagon ya'ni oltiburchakning markazi bo'ylab o'tuvchi deb tarjima qilamiz. O'tuvchi diagonal. Markazdan o'tuvchi diagonal. Demak, markazdan o'tuvchi diagonal bizga mana shu diagonal deb olayotgan bo'lsak, is v centimeters long. Markazdan o'tuvchi diagonal v santimetr uzunlikka ega deb tarjima qilamiz. Longni uzunlik degani, uzun degani. Demak, agar markazdan o'tuvchi diagonal v santimetr uzunlikda bo'lsa, o'sha v ni toping deyapti. Xo'p. Biz buni bilamiz geometriyadan. O'sha tashqi chizilgan aylana radiusi bo'lib qoladi. Yokida mana bu yer 80 bo'ladi hozir bizga. 80. Bu yer ham 80. Demak, o'sha markaz bo'ylab o'tuvchi diagonal uzunligi bizga v degani v teng 160 bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Xo'sh. In the figure shown, shu so'z ham mana qayta ishlatilyapti. In the figure shown, demak, ko'rsatilgan shaklda. Xo'p, mana regular so'zi yana kelyapti. Regular demak, muntazam. Polygon so'zi ko'pburchak. Mana bu yerda ishlatdik hozir. Hexagon deb ishlatdik. Hexagon bu oltiburchak, muntazam oltiburchak. Polygon demak muntazam ko'pburchak. Side so'zini ishlatyapmiz qayta. Side so'zi tomon. Sides bo'lgandan keyin tomonlar. Of length x uzunlikda. Demak, rasmda ko'rsatilgan tomonlari x dan bo'lgan muntazam oltiburchak demoqchi. Muntazam oltiburchak tomonlari x dan ekan. Xo'p. What is the perimeter of triangle? Triangle so'zini ham ishlatdik, tarjima qildik. Uchburchak. In terms of so'ziga yaxshilab e'tibor berasizlar. Boya bitta misolda ishlatdik.
n terms of s deb ishlatdik. S ga bog'liq. N terms of x ga bog'liq. N terms of n ga bog'liq. Demak, aytyapti. PRT uchburchakning perimetri nima? O'sha x ga bog'liq qilib toping degan ma'noda aytmoqchi.